Sizga Real yoqadimi yoki Barselona yoqadimi? O'zbekistonda yagona uskunasi shu joyda boshlaganmiz Savlat Mebel tarixini. Tizimlashmagan biznesni kengaytirish iloji yo'q. Savlat Mebel aslida shu yerdan boshlangan. Assalomu alaykum hurmatli namanganliklar. Bugungi videomizda sizlar bilan Namangandagi eng katta showroomlardan bittasi bo'lgan Savlat Mebelga va mana shu Savlat Mebelni asoschisi bo'lgan Oybek akamlarga kelganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Bugungi videomizda Oybek akamni mana shu Savlat Mebelni ochilish haqida va Oybek akamni biznes yo'llari haqida gaplashib o'tamiz. Oybek aka, bugungi bilimlaringizni obunachilarga ayamasdan berasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xursandman aka. Aka, birinchi bo'lib mana boshlayveramiz. Birinchi bo'lib ko'rib turibman, bino juda ham katta. Bunaqa holatga hamma mebelchilar ham kelish qiyin. Bu hozir to'rttala qavat ham, mana shu uchala qavat ham Savlat Mebelga tegishlimi? Shunaqa, bu yerda ko'rinib turgan 3 qavat va tagida yerto'lamiz bor. Bu yerda o'sha biz ishlab chiqarish jarayonlarimiz aks etadi. Albatta, hammasi Allohning fazli bilan shu nasib qilib qoldi. Zo'r ishlab turibmiz. Zo'r. 3 qavatini ko'ryapman. Bu yerda hammasi mebelli, tayyor mebellar sotiladi shu yerda. Qarang, biz o'zi asosan 2 xil yo'nalishda ishlaymiz. Mebelli yo'nalishda ko'p. Birinchisi tayyor mebellar sotamiz. Ikkinchi, uchinchi qavatimiz shunaqa. Birinchi qavatimizda bo'lsa, mebel uchun kerak bo'ladigan jamiki narsalarni jamlashga harakat qilganmiz. U furnitura, xomashyo hamda xizmat ko'rsatish ham bor bizda. Biz o'sha Germaniya texnologiyasini olib kelib o'rnatganmiz. Nafaqat o'zimizga, boshqa mebelchilarga ham xizmat ko'rsatib, shu xalqimizga xizmat qilishga niyat qilganmiz. Zo'r aka, zo'r. Bugun demak mana shu binoni va sizni biznes haqidagi bilimlaringizni birma-ketdan ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Qayerdan boshlaymiz aka? Shu birinchi etajdan boshlaymiz. Bo'ldi, yaxshi. Qani marhamat, Farruxbek. Rahmat. Ana. Juda ham zo'r. Xush kelibsizlar, avvalo. Salomat bo'ling. Oybek aka, shunda mana shu birinchi qavatimiz hozir. Bu birinchi qavatimiz. Mana ko'ryapman, resepsiyonlar ham juda ham ajoyib holatda. Birinchi qavatimiz 500 kvadrat. O'zi har bir qavatimiz 500 kvadratdan iborat. Bu yerda asosan o'sha mebel furnituralari, mebel xomashyolari bizni o'sha rasmiy showroomlarimiz joylashgan. Juda ham zo'r. Bizda fokus qaratganmizki, har bir mahsulotni hozir asosan 3 ta segmentga bo'linadi. Hamyonbop segment, o'rta segment va premium klassga bo'linadi. Biz harakat qilganmiz shu uchala qatlamni ham birda qoplab olishga. Hozir odamlarning eng qimmatli narsasi vaqt. Ya'ni biz bilan kelgan, bizning showroomimizga kelgan mebelchi bo'ladimi, yoki uyga mebel qildirmoqchi bo'lgan odam bo'ladimi, yoki tayyor mebel olgan kelgan odam bo'ladimi, maksimalni ishini bitirishga harakat qilamiz. Ya'ni qidirgan narsani topishga harakat qilamiz. Tushunarli. Qaysi tomondan boshlaymiz? Ko'ryapman, assortiment ham juda ham katta. Birinchi navbatda meni eng e'tiborimni tortgan narsa mana reception bo'ldi. Bu yerning konsepsiyasi mana bu yerdan boshlanib, tepaga juda ham chiroyli holatda ketgan ekan. Biz endi mebelchi bo'lganimizga bilan ham harakat qilganmiz, shu chiroyli odamga qarab zamonaviy bo'lishga. Qayerdan boshlaymiz aka? Keling, furnituradan boshlaymiz. Bo'ldi, yaxshi. Mana bu tarafda bizda asosan furnituralarimiz, bu yerda asosan Xitoy furnituralari. Endi bilasiz, hozir narx bo'yicha Xitoyga raqobat qiladigan qiyin bo'lyapti. Bizda Turetskiy, Avstriyaning Blum furnituralari ham bor, lekin Xitoyniki ham bor. Chunki baribir bu hamyonbop bo'lgani uchun talab juda katta. Mana bu tarafda hozir trend bo'layotgan moykalar joylashgan. Bu yoqda mana hozir svetlar, internetda ko'rgan bo'lsangiz, hali qo'l tegizmasdan yoqadigan svetlar bor. Kuxnalarning tagiga qo'yiladi bu. Buni biz har turdan olib kelib qo'yganmiz. Mana pultligi ham bor. Xohlasangiz mana pultdan o'chirib yoqadigani bor. Sensornigi bor, mana harakatsiz, ya'ni ayollarimiz urinayotgan vaqtda qo'li yo'q bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'shanda beskontaktni deydi. Shu sensor bilan mana o'chirib yoqaveradi. O'sha haligi silab qo'ysangiz, mana bu yerda qo'l bilan tekkizadigani bor. Bular eng katta ustunligi, bular xavfsiz. Beskontaktni bo'lgani uchun, ya'ni hech qanaqa xavfsiz bo'lmaydi. Buni bizda 220 voltligi ham bor, keyin 12 volt blok bitanib ishlaydigan o'ta xavfsiz variantlari ham bor. Juda ham zo'r. Talab bo'lgani uchun zo'r. Men bunaqa texnikani ayniqsa ko'rmagandim.
Ovozga yonadi desak ham bo'larkan. Shunaqa. Yaqindan zo'r aka. Endi bu tarafda mana mebel uchun endi ruchka, o'zbekchada tutqich bo'ladimi? Mana vishilkalar. Bu tarafda ruchkalarni juda tur ko'p. Bizda bu yerda 5000 dan ortiq nomenklatura bor. Har bittasini e'tibor bergan bo'lsangiz, har bittasida narxlar yopishtirilgan, yorliqlar yopishtirilgan va buni bizda o'sha maxsus programmalar orqali uchot qilganmiz. Ya'ni mana shu kichkina narsani olinsa ham hisobda adashib qolinmaydi. Shunaqa, endi ya'ni mijoz kelganda biz bu misol uchun bu yerda deylik 100 ta turibdi, omborda qancha bor, qachon kelgan, qaysi xilidan qancha bor, juda anaqa sohada bu. Bilim talab qiladigan soha. Chunki mahsulot turi ko'p. Har birining markirovkasi bor, har birining shtrix kodi bor. Mana ko'rsating. Har biriga narx qo'yib qo'yganmiz. Bu burchak ayniqsa mebelchilarning sevimli burchagi. Bu yerda mebelchilarga kerak bo'ladigan hatto uskunalar ham bor. Kichikroq uskunalar bor. Ya'ni ishini qulaylashtirish uchun, aniq bo'lishi uchun barcha sharoitlarni yaratib qo'yishga harakat qilganmiz. Tushunarli. Zo'r. Keyin Oybek aka yana bitta gap eshitganman Savlat mebel bo'yicha. Mana hozir qisman aytib o'tdingiz. Savlat mebel eng tizimlashgan mebel do'konlaridan bittasi hisoblanar ekan. Ochig'ini aytganda, mana shu tizimlashtirishga qancha pul ketgan aka? Tizimlashtirish bilan bir 8 yildan beri shug'ullanaman. Chunki tizimlashmagan biznesni kengaytirish iloji yo'q. Biznes qachonki tizimlashadi, shunda kengaytirishga imkon bo'ladi. Bo'lmasam shu chigal bo'lib, boshqa bo'lib yotaveradi. Tizimlashtirishga bir endi aniq emas-ku, bir 40 ming dollar atrofida pul sarf qilganmiz. Tizimlashtirish o'ziga. Endi uning ichida maxsus dasturlar bor, dasturlarni ofitsialnisini sotib olganmiz. Ya'ni har doim piratsik bilan ishlayvermas-ku. Odam qaysi darajaga chiqqandan keyin o'sha mualliflik huquqi, boshqalarning huquq, aqliy mehnatlarni ham qadriga yetishi boshlaydi-da. Endi imkoniyat bo'lsa, shularga harakat qilamiz. Ya'ni bizda qo'yilgan dasturlarimiz ham juda ko'p qismi ofitsialniy sotib olganmiz. Tushunarli. Zo'r. Bu yer juda ham zo'r. Endi kichkina boshlanish xolos-a. Hozircha boshlanishi. Mana bu yoqda xuddi supermarket tizimiga o'xshab, mana bu yerda maxsus kompyuterlarni qo'yganmiz. Har bir anaqa o'sha maxsus chek orqali ishlanadi. Ya'ni bu yerda o'sha xuddi как supermarket qanday bo'lsa, chek uradi mijozga, bu yerdan kompyuterdan ko'rsatib turib, omborda bormi, yo'qmi, tayyormi, tayyor emasmi, hammasini ko'rsatamiz. Bu furnitura bo'limiga alohida qilganmiz. Narigi bo'limlarda ham bor, uni ham ko'rsataman. Tushunarli, zo'r. Endi mana bu hamyonbop, nisbatan hamyonbop segment, endi o'rta segmentga o'tamiz. Tushunarli. Bu hozirgi hamyonbop. Bu yerda asosan Xitoy mahsulotlarida. Tushunarli. Ichida boshqalari ham bor-ku. Tushunarli. Lekin alohida. Bu tarafda mana mebelchilar uchun aksessuarlarni olib kelib qo'yganmiz. Ya'ni shurpa-vurt, ishlaydigan hamma narsa, qisqasi bor fokusimiz nima ishlaydi mebelga. Hatto o'sha bitta shurpidan, miqidan tortib, instrumentigacha harakat qilganmiz olib kelib qo'yishga. Tushunarli. Xo'p, aka, mana bu yerga kelyapmiz. Bu bo'limimiz qanaqa bo'lim? Bu bo'lim o'sha biz yechim deymiz. Biz buni alohida set qilganmiz, ya'ni dillerlikni olganmiz. Bunda asosan Turkiyaning yuqori sifatli mahsulotlari, bular nisbatan narxi biroz qimmatroq, lekin sifat darajasi juda ham yuqori. Yevropa talablariga javob beradigan Turkiyaning furnituralari. Mana o'zi ushlab ko'rsangiz ham bilinadi, lekin narxi nisbatan Xitoyga qaraganda albatta nisbatan yuqoriroq. Tushunarli. Bu tarafda mana tayyor konsepsiyalarni qilib qo'yganmiz. Ya'ni hozir eng dolzarb masala mijozga uyda qanday turadi. Mana bu yerda eng ko'p hali qiziq oshiradigan garderob mexanizmlari. Mana bu fasad oynalarini qilib beramiz bu. Hozir mana zamonaviy yechimlar qilganmiz bu yerda. Mana misol tushunarli. Oynalarni ham biz o'zimiz mebelchilarga ham maxsus yasab beramiz. Bu yerda mana garderob mexanizmlar. Juda ham xohlagancha foydalanadi. Buni har xil razmerlari bo'ladi. Har xil razmerlar omborimizda bor. Mana bu garderob uchun mo'ljallangan o'sha qimmat soatlar uchun, boshqa uchun. Yaqinlashtiramiz. Qani bu millionerlarning shkafi ekan bu. Hozir juda bu trend bo'lyapti. Mana ushlab ko'rsangiz ham bo'ladi. Charm bilan qilingan. Buni har xil turlaridan bor bizda. Tushunarli. Poyabzallar uchun alohida. Hamdasa hozir biza ya'ni odamlarga nima qiziq? Odamlarga muammosiga yechim qiziq, to'g'rimi? Hozir bizda mana uylar kishiralyapti. Uylar kishiragan sari
50 kvadrat, 60 kvadrat, 40 kvadrat uylar ham bo'lgan singari shunaqa qanaqadir o'zimiz sohamizdagi yechimlarni biz taklif qilishga harakat qilamiz. Bulardan biri mana dazmol qilish xona. Bu mana misol shkafingizni bir chekkasida turadi bu. Где-то bir 15 sm joy egallaydi. Buni kerak bo'lgan vaqtda xotirjam olib, mana tushirasizda. Bemalol dazmol qilib, buni bemalol yana qayta yig'ishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham zo'r mexanizm ekan. Ochig'i hali buni ko'rmagandim. Mana misol uchun mana poyabzal mexanizmni bir xil, bir turi. Bunga xohlagancha poyabzallarni qilib qo'yasiz. Mana bu yana bir turi. Buni endi kattalari bor, kichkinalari bor. Mana misol bir tarafida ayollar uchun polkalar, bir tarafida erkaklar uchun polkalar. Tushunarli. Endi ko'pincha ayollarimizni kiyimi ko'proq bo'ladi, to'ldirib yuboradi-ku. Mana yana bir xili mana buni. Mana bu kiyim yana bir xili. Mana bu yerda misol alohida oynalar bor. Mana. Buni o'sha garderob mexanizmlariga joydan kelib chiqib, agar joy kichkina bo'lsa, ularni hammasini qo'yish mumkin. Tushunarli. Juda ham zo'r. Ochig'i hali bu narsalarni ko'rmagandim. Mana Savlat mebelga kelib ko'ryapman. Bularning narxi ham juda qimmat bo'lsa kerak aka. Endi narxi o'rtacha. Masalan, mana shu anaqa 2 million so'm turadi. Lekin haligi buni arzon versiyalari ham bor, lekin biz juda arzonga qiziqmaymiz. Nimaga? Endi buni deylik 1,5 millionga arzondan olib ish bermagandan ko'ra, endi ozgina qimmatroq bo'lsa ham, sifatli xizmat qilgani yaxshi. Tushunarli. Endi narx nisbiy narsa-da. Albatta. Kim uchundir arzon, kim uchundir qimmat. Tushunarli. Ayollarning eng zo'r bunaqa ish qurollaridan bittasi ekan. Agar mana shu joyi yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, keyingi bo'limlarimiz qanaqa? Keyingi bo'lim mana endi bu tarafda mana oshxona, o'sha Turkiyaning oshxona uchun mo'ljallangan yechimlar bor. Bu yerda mana hozir juda ko'p trend bo'layotgan mana maxsus sushilka deymiz. Ko'p anaqa furniturlar ruscha, aytib yurmaysizlar, o'zbekchasini. Mana misol bunaqa qilish mumkin. Tushunarli. Oyerda mana hozir mana birinchi e'tiborimni tortgan narsa hozir mana shular shisha. Shunda odamlar shisha sotib olishadimi? Yo'q, bu yer showroom bo'lgani uchun biz men o'zim shaffoflikni yaxshi ko'raman. Odamlar o'zi ko'zi bilan buni ishlash mexanizmlarini ko'rish uchun har bittasini shunaqa maxsus buni ham akril deydi. Plastik, shisha emas bu. Ya'ni xavfsiz. Har birini o'zi ishlash prinsipini ko'rish uchun maxsus yasattirganmiz bu narsani. Tushunarli. Ya'ni ko'rib tursa bo'ladi. Buni har bittasini ko'rib, qanday ishlashini, bular nisbatan qimmatlari bor-da ichida. Nima uchun qimmatligini, qiymatini ko'rsatish uchun shunaqa maxsus shishadan yasalgan. Mana bulari, mana buni katta anaqalari. Katta qismlari. Tushunarli. Juda ham zo'r. Oybek aka, mana bu qismimizga yetib keldik. Birinchi bo'lib ko'zimga mana shu alohida turgan narsalar, ya'ni oq mebellar e'tiborimni tortdi. Bular nima aka? Sizga qarshi savolim bor. Sizga Real yoqadimi yoki Barselona yoqadimi? Bizga Real ko'proq yoqadi. Mercedesmi, BMWmi? Ikkalasining ham o'rni bor, BMW ko'proq. Buni so'rashimning sababi bor. Mebel sohasida juda ko'p firmalar bor. Ya'ni Mercedes, BMW bu tortishuvli masalada. Kimdir Real deydi, kimdir Barsa deydi. Lekin mebel furniturasida bitta kompaniya bor. Uni mutlaq tortish mumkin, lekin dunyoda eng top kompaniyalar nasablarda bu Blum kompaniyasi. Mebel furnitura ishlab chiqarish bo'yicha mutlaq yetakchi hisoblanadi. Ya'ni premium klass hisob, ob'yom bo'yicha emas, aynan sifat va premium klass bo'yicha. Chunki Italiyada ham men borib ko'rdim. Italiyaning eng nomdor kompaniyalari ham Blum ishlatadi. Amerikada ham Blum, butun dunyoda Blum. Ko'rsak bo'ladi. O'sha Blum kompaniyasini biz Namangandagi dilerimiz. Bu yerga mana hozir buni yaqin tashkil qilyapmiz. To'liq bitmadi, lekin men ko'rsatamiz. Mana oshxona uchun ko'rsatilgan o'sha yechimlarni bu yerda aniq qilganmiz. Bu hozir birinchi e'tiborni tortgan narsa, bu adashmasam qatga ochib qo'ysa turaveradi. Shunaqa. Qancha tursangiz turaveradi. Keling yaqinroq ko'rsating. Mana shu Blum kompaniyasini bu shu kitobi. Mana bu dunyoga mashhur, ya'ni buni butun dunyoda mebelchilar taniydi, tan olingan brend. Buni biz O'zbekiston Namanganga diler servisini olib kirdik. Bitta hozir Savlat mebelda bor. Hozircha bizda eksklyuziv dilerligini olganmiz. Tushunarli. Buni juda ko'p oshxona uchun mashhur yechimlar bor. Buni eng ko'p fishkasi
uzoq xizmat qilishida. Aha. Ya'ni o'sha 20 ming marta, 30 ming marta, 20 yillab bundan 30 yillab foydalanadi bu mahsulotidan. Juda ham zo'r, juda ham zo'r. Xo'p, aka, mana bu yerdagi ko'ryapman, bu yer qanaqa joy? Bu yerda mana menejerlarimiz o'tirishadi. Aha. Mijozlar kelganda nima mahsulot kerak bo'lsa, ya'ni furniturdan alohida bu kompyuterda maxsus dasturlarni o'sha boya pul sarf qilgan dasturlarimizni o'rnatganmiz. Omborimizda u narsa bormi? Kimni zakaz qaysi holatda, summasi qancha bo'ldi, hammasini hisoblab, ya'ni upravleniya bu yerda, boshqaruv. Tushunadi. Shu yerdan boshlanadi. Bu televizorimiz-chi? Bu televizorimiz yaqinda men Yaponiyaga borib keldim. Yaponiyaga borib kelgandan keyin u yerdagi voqealardan ta'sirlanib buni tashkil qildik. Bu yerda mana ko'rsangiz qarang, mijozlar nomi turibdi, bajarish muddati turibdi va bizning protsesslarimiz turibdi. Mana uskunalarimiz nomi yozilgan bu yerga. Mana birinchi arra, ikkinchi arra, pilni center, kromishniy stanok, ko'rsatish stanok. Bu yerda ya'ni o'sha jarayonlarni men ofisimda ham, har joyda, sexlarda ham bu narsalar bor. Ko'rsatib turadi, ya'ni kimning ishi qaysi jarayonda. Mijoz telefon qilib, "Men ishim nima bo'ldi?" degan vaqtda biz menejerlarimiz oldin borib so'rab, "Bo'ldimi?" qarab sexga chiqardi. Hozir ombordan qaraydi. Har bitta uskunamizda ham shu maxsus kompyuter o'rnatganmiz, dastur o'rnatganmiz. Ishni ular kontrol qilgandan keyin yana buni o'sha tizimlashtirdik. Jarayonlarni tizimlashtirdik. 40 ming mana shu yerga ketgan. Asosan Bir qismi shunga ketgan. zo'r. Baliqlar ham juda ham chiroyli. Mana mijozga kelib ba'zida kutib qoladi. Bemalol o'tirib, dam olib, hordiq chiqarish uchun bu ham tashkil qilib qo'yganmiz. Zo'r. Xo'p, mana bu bo'limga kiryapman. Menimcha bu joyi bilaman. Bu yer mebelli materiallari tanlanadigan joy, adashmasam. Shunaqa. Mana bu o'sha ultra dekor bo'ldi yaqinda, oldiga Kronashpanida. Buni o'sha mahsulotlari bundan deyarli juda katta qismidan omborlarimizda mavjud. Har bittasiga nomini yozib qo'yganmiz. Mijoz kelib, deyli mana bundan bormi, yo'qmi desa, biz mahsulotdan omborda asosan buni 70-80% ushlaymiz. Omborimizda tayyor turadi. Kelib bemalol hamyonbop narxlarda sotib olib ishlatishlari mumkin. Tushunarli. O'zimizdan foydalanamiz, boshqalarga ham sotamiz bu narsani. Tushunarli. Juda ham zo'r. Bular mana misol uchun oshxonaning ustiga stolechniца deymiz ruschasiga. Foydalanadigan maxsus ustki qoplamalar. Buni ham juda ko'p assortimenti bor bizda. Zo'r, juda ham zo'r. Bu adashmasam bitta kichkinagina xonasi bu. Shunaqa. Ya'ni o'sha bitta firmani o'zini eksklyuziv ranglarini showroomi. Tushunarli. Endi bu tarafda masalan mana bu xuddi furnitura bo'lingan singari xomashyo ham bo'linadi. Ya'ni o'rta segment premium class. Arzon segmentda uncha biz anav qilmaymiz. Chunki arzonlarning ko'pincha ekologik insonga zarari bo'ladigan bo'lsa, biz bunga qattiq qaraymiz va uni sotuvga qo'ymaymiz. Mana bu tarafda bu ham dunyoga mashhur Egger brendi. Bu deyarli bundan 1,5-2 barobar qimmat. Endi nima uchun qimmat deydigan bo'lsangiz, bular ekologik toza hisoblanadi. Ya'ni shunda ekologik toza degani mebelda nima tushuniladi? Mana buni ishlab chiqarish jarayonida zavodga ham bo'lib ko'rganman men buni. Bunda maxsus daraxtlarni maydalab, kley aralashtirib buni preslanadi-da. Shu kleylash jarayonida agar bunga e'tibor berilmasa, o'zidan zararli moddalarni chiqaradi. Buni Y1 sertifikat deydi. O'sha Y1, Y2, Y3 sertifikat bo'ladi. Bularning shuning ichida eng zarari kam odamga nima deyarli zarar yo'g'i shu Egger brendi hisoblanadi. Tushunarli. Xuddi bu Bloom qanday bo'lsa, bu furnitura. Bu furnitura sohasida Bloom qanchalik nufuzli premium bo'ladigan bo'lsa, xomashyo, mana LDSP, LMD sohasida Egger shunaqa hisoblanadi. Bu Namanganda, O'zbekistonda sanoqli kompaniyalar buni dilerstiyasini olgan. Zo'r, juda ham zo'r. Xo'p, endi bu narsani aytib o'tmasam bo'lmaydi. Men alohida Savlat Mebelda ko'rdim. 50 million, naqd 50 millionga yaqin prosmotrlarni to'plab internetlarda shov-shuv bo'lib, Savlat Mebelni yaxshigina tanilishiga ham hissa qo'shgan. Mana shu oshxona mebeli. Aka, endi buni o'zingiz bir tushuntirib bering. Bu oshxona mebelini endi shunchalik ommaviylashishni biz ham kutmaganda, buni o'ylashimcha bir 4 ta 5 ta maxsus sabablari bor. Birinchi sababi buni rangi.
Buni rangi ko'pchilikka ma'qul kelgani uchun juda trend bo'lib ketdi. Bu rang nima deyiladi aka? Bu ko'k deyiladimi shunda? Ha, men blue deymiz. Buni o'sha kataloglarimizda maxsus nomlari bor. Buni har xil turlari bor va qolaversa, boya aytganimdek, har bir narsani ommaviylashiga, odamlarning qiziqishiga sabab kimnidir muammosini hal qilishi. Bizda nima ko'p? Kvartira ko'p. Bizda juda ko'pchilik aksar bilsangiz balkonga chiqaraveradi. Kvartirasini va u kichkina bo'lib qoladi. Ayollar qiynaladi joy kamligidan. Chunki bizda ovqatlarimiz ham juda o'zbek oshxonasi juda ham xilma-xil bo'lgani uchun kattaroq joy kerak bo'ladi-da. To'g'ri, endi uchastkalarda katta oshxonani qilibdi, uncha muammo yo'q. Lekin kichkina joylarda ana haligi o'sha joy kam bo'lgani uchun deylik, mana shu kuxna adashmasam bir 4 metr 4,5 metr atrofida kuxna. Endi bunga ba'zida mana bu showroom bo'lgani uchun bunga gaz o'rnamaganda. Agar bunga gaz bo'lsa, moyka bo'lsa, urinish uchun, ya'ni harakat qilish uchun joy deyarli qolmaydi-da. Shuning uchun biz mana bunaqa yechimlardan foydalanganmiz deylik. Deyarli bu yechimdan foydalanib, bunda qo'shimcha ovqat tayyorlash mumkin, choy ichish mumkin, nonushta qilish mumkin. Endi kim mana kommentariy yozib ketinglar, siz shunaqa oshxonadan nima uchun foydalangan bo'lardingiz? Buni mana bu bitta birinchisi rangi bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchisi fishkasi. Ikkinchi fishkasi. Bunaqa fishkalar birinchi. Endi kimdadir bunga imkoniyat bo'lmaydi. Ya'ni qanaqa? Deylik, balkon o'zi kichkina bo'lishi mumkin. Mana ochish qanaqa, yo buni tagida gilam so'p qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu juda ham oddiy mexanizm. Deyarli buzilish imkoni yo'q bunga. Chunki tagida oddiy g'ildirak bor. Bu yerga bitta o'sha bolt qilib qo'yganmiz, shu bilan ishlayveradi. Narxi ham qimmat tushmaydi. Shuning uchun bu juda populyarniy bo'lib, o'sha chet el saytlari ham, Instagram sahifalari ko'rib qildi. Agar bu menga to'g'ri kelmasa ekansa, bu mana bu yerda ikkinchisi bor mana. Juda transformer mebel. Ya'ni o'sha kichkina xonalar uchun yechimlar bor-da bizda. Ommaviylashishga sabab shu mana. Misol bu ham bir 30-40 kilogagacha bemalol ko'taradi. Sahifamizda bularni ham Savlat Mebel sahifasida videolari bor. Bularni ham test qilib sahifalarimizda ulashganmiz. Endi ko'ruvdim. Mana misol uchun bu ikkinchi yechim. Ikkinchi yechim. Buni oddiy qilib qo'yilsa, kerak bo'lganda ishlatiladi, kerak bo'lmaganda qilinadi. Solib qo'yiladi. Oddiylikdan qochganmiz bu yerda. Mana oddiy hech qanaqa mexanizmsiz, arzimagan mexanizm bilan mana bunaqa polkalarni qilganmiz. Bu joyi tejash uchun va mahsulotlar tartibli turish uchun xizmat qiladi bu narsa. Juda ham zo'r. Mana bu uchinchisi. Uyingizda pulni qay qo'yasiz siz? Yostig'imni tagiga qo'yasiz. Yostig'imni tagiga. Mana bu yerda biz mana bunaqa ko'rsataydi. Mana bunaqa yechimlarni qilganmiz. Mana bu yerda mana pulni bu yerga qo'yish mumkin. Va maxsus mana kartalar bilan o'chib turib mana. Bu yerga ham solib qo'yish mumkin. Haligi pulni yashirib chamadonda sig'averadi. Buni bilmagan odam anaqa qilib o'tirmaydi. Juda ham zo'r. Shunaqa yechimlar bo'lgani uchun bu shunaqa tanilib ketdi. Juda ham zo'r. Menga ham juda yoqdi. Xudo xohlasa hammaga tavsiya qilinadigan narsa ekan. Xohlagan odam kelib buni xohlasa biz o'zimiz qilib beramiz, xohlasa ustasi bilan kelsa, buni juda ko'pchilik kelib, ustasi bilan kelib, juda ko'plab o'sha kichkina joylarga qilindi bu narsa. Tushunarli, zo'r. Xo'p, keyingi bo'limimiz qanaqa bo'ladi? Qarang, mana bu yerda yana bizning bitta maxsus apparatimiz bor. Endi hozir har bir sohaga texnologiya jadallik bilan kirib kelyapti. Deylik, mana bu yerda bizda qaysidir rangimiz turibdi. Siz oshxona mebel qildirmoqchisiz yoki yotoqxona yoki bolalar uchun mebel qildirmoqchisiz. Mana bu yerda ko'ryapsizmi? Qarang, mana gostinniy, spalniy, detskiy, kuxna. Bu nimaga xizmat qiladi shunda? Qarang, bu yerda mana deylik siz oshxona qildirmoqchisiz. Oshxonani tanlaysiz mana. Oshxonani tanlaganingizdagi mana oshxonaning ustki qismi bor, pastki qismi bor, mana installationsda qismi bor-da. Siz bu yerda tasavvur qilishingiz uchun har birini tanlab ko'rishingiz mumkin. Mana deylik, mana LDSP ni tanlaysiz. Xohlasangiz Egger, xohlasangiz Kranishpa, ultradekon. Egger tanlaysizda, olib kelib tasavvur qilishingiz uchun oshxonam qanaqa turar ekan desangiz, mana buni bossangiz, mana ustki qismi o'zgaradi. Buni bossangiz, mana pastki qismi o'zgaradi. Tushunarli. Mana LDSP, ya'ni bu yerdagi rangni xohlagan rangingizni qo'yib olsangiz bo'ladi. Qo'yib ko'rib olsam bo'ladi, oshxonam qanaqa bo'lishi. Ko'rib olsangiz, har birini tasavvur qilishingiz uchun mana installationsda har bitta firmanikini
kirgizib qo'yilgan bunga mana. Rangini o'zgartirib e'tibor qilgan bo'lsangiz. Tushunarli. Endi bu yerda detskiy ham bor, mana spalniy bor, gostinnoy. Har birini bizdagi mavjud materiallardan ko'rib tasavvur qilib tekshirsangiz bo'ladi. Juda zo'r, juda zo'r. Men ochig'i birinchi marta ko'ryapman bu narsani. O'zim ham boshda kelganimda ko'rdim, bu katta ekran nima ekan, bu kassamikin deb o'yladim. Bu tarafda yana materiallarimiz bor. Smart. Bu Koreya texnologiyasida ishlab chiqariladigan akrilika. Bu tarafda kashtan bor. Ya'ni o'sha mebelga eng aktual kerak bo'ladigan barcha brendlarni harakat qilganmiz. Misol uchun mana yana premium klassdagi AGT, Turetskiy akrillar bor. Bular biroz qimmatroq lekin. Bular nimaga qimmatroq endi shunda? Qarang, oddiy ko'z bilan ko'rganingizda hammasi bir xilga o'xshayveradi. Ya'ni u ham oq, bu ham oq, lekin bular asosiy fishkasi bular qo'l izi qoldirmaydi. Oshxona mebellarida ayniqsa foydalanilsa, buni ikkita xususiyati bor. Birinchisi o'sha bu ham ekologik toza hisoblanadi. Ikkinchisi qo'l izi tushmaydi bunda. Tushunarli. Ya'ni qo'l bug'langan holatida iz ushlamaydi. Bug'langan, yog'li holatda qilsangiz, bu izi qolmaydi bunda. Tushunarli. Qo'l izlari qolmaydi va ayollarimiz o'rniga boshqa ilm bilan shug'ullanishga sabab bo'ladi. Zo'r, juda ham zo'r narsa ekan. Bu yerda ham mana keyingi assortimentimiz, bu yerda mana shkaf. Bu oddiy shkaf emas o'ylashimcha. Oddiyga o'xshaydi, lekin qarang, dunyoda biz harakat qilamiz trendlar bilan birga yurishga. Dunyoda hozir ilgari hamma klassik, yaltir-yultir bo'lganmiz, hozir minimalizm trend bo'lyapti. Shu yaponlar minimalizmni dunyoga chiqardi. Bu o'sha biz buni O'zbekistonda yagona uskunasi, ya'ni birinchilardan biri olib keldi, keyin balki hozir kimlardir olib kelgandir. Biz buni o'sha qo'yganmiz. Bu bez ruchka fasad deydi, ya'ni mana mebel uzoq xizmat qilish uchun iloji boricha kam narsa bo'lishi kerak, minimalizm bo'lishi kerak. Bunda shu narsani erishsa bo'ladi bu narsa bilan. Mana bunda ruchka yo'q. Ruchkaning o'rniga ruchka o'zidan chiqarilgan. Mana bu qism kromkalab turib chiqarilgan. Bu buzilib qolmaydi. Ruchka sinib qolishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, bolalar o'siradi. Ya'ni qo'lni shuni olib turib ochish mumkin. Juda ham zo'r texnologiya. Tushunarli. Zo'r. YouTube'da videolarimiz millionlab prosmotr bo'lgan bu ham. Bu ham, tushunarli. Zo'r aka. Xo'p, yana qayerimiz bor? Qarang, mana bu yerda biz O'zbekistonda birinchilardan bo'lib, Namanganda aniq birinchi xizmat ko'rsatish sohasiga programmalarni olib kirganmiz. Bu yerda bizni dizayn studiyamiz bor. Bu yerda mana yosh ukalarimiz dizayn bilan shug'ullanishadi. Mana biz boshqalarga ko'rsatingda mana kuxnalarni oldindan loyihalashtirib beramiz. Oshxonami, yotoqxonami, har qanaqasini mana tasodifan kirdik, mana oshxona chizishyapti ekan. Oshxonani planlashtirib, biz uni smetasini chiqarib beramiz. Smeta ya'ni narx necha pul chiqadi, boshqa bo'ladi. Nimalar ketadi? Oldindan ko'rsatamiz. Ya'ni o'sha mijozni, joyini aytadi, razmerini. Deyli, oshxonam 3 metrga 4 metr deydigan bo'lsa, joydan kelib chiqib ko'rsatamiz va unga qancha xarajat bo'ladi, nechta laminat ketadi, nechta shatto shurpigacha, miqigacha chiqarib hisob-kitobini chiqarib beramiz va keyin ko'rsataman. Bu narsalar bizdagi hamma uskunalarga integratsiyalashgan, ya'ni bog'langan bir-birisiga. Bir marta shuni chizib, tasdiqlab bergandan keyin shu tayyor qabul jarayon avtomatlashib ketadi. Biz unga rasmini chiqarib, qog'ozga chiqarib, smetalarda ko'rsatamiz. Tushunarli. Oldindan tasdiqlatamiz. Tushunarli. Wow. Yosh ukalarimiz ancha anaqa kipol qo'li. Tushunarli. Bu yoqda mana kassamiz bor. Bizda o'sha albatta kelgan odam oldiga nakladni yozdirib, kassaga to'lov qilib, rasmiy ravishda ishlaymiz. Zo'r, juda ham zo'r. Xo'p, shunda adashmasam birinchi qavatimiz tugadi. Asosan birinchi qavatimiz shu. Endi nima qilaylik? Tayyor mebelga o'taylikmi yoki ishlab chiqarish jarayonlarini ko'raylik?